Mana deb yoqatasiz. Tez yetib keling, mo'zamili gap bor sizda. Nima bo'ldi ekan, ha? Nimani bilib qoldi ekan? Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, ovqatlarni zakaz tashlabsan-ku. O'zi sizga iftor set zakaz qilmoqchi edim. No, bu so'z sizga umuman aloqasi yo'q-da. Ha, nima gapir? Kirishmoqchi narsa eshitdim deb, eshitishingiz bilan yoki og'zingizni lang ochiladi yoki hangomang bo'lasiz. Yana g'iybatmi? Qo'y, iltimos, g'iybat qilmaylik, hech kimmi? G'iybat emas bu, suhbat. Kirib chiqaring, xullas. Shunaqa bo'ldi, mayli, tepada turibdi-yu, hammani gunohini o'zi kechirsin. Hozir hammani suygini g'aji bo'lib, endi Bo'ldi, halidan bir chekingiz tinmaydi-ham, mashalloh. Qo'y olib ketaman. Men bilan iftorda yeyman o'zim. bo'pti. Men bilan nima turgan? Ha, shularga ham ko'zingizni olaytirsangiz, tavba. Bular muzadan polifabrikatlar qarang, somsasi bor, chuchvarasi bor, lag'monlar, har xil narsalari bor-da. Men ertaga buni ko'zimga surtab ishlataman. Yaxshi narsalar ekan. Men ham uyimga, onamga olib borsam bo'lar ekan. Cho'zing, bu yoqqa. Undan ko'ra uylang-a. Salom menga.